Onun oylaganları hili əmil eləyonsyo. Onun xotunu ölüp getdi, məsləhətləşmə hacəsizdi. Bırak dadınız sizin yardımınızga muhtaç buluşu mümkün. Cenab-ı məsləhətçi, siz zaten mi deməkçi? Başqalar paydalanıp getmesin deymin ha. Ular nəp alamaydı Cenab-ı məsləhətçi. Biz deyişvatdan gəplərmiş hədil qalsın. Mən toy qılğandan keyin dadam hər ayda qoruqdan tegişligini elivadıdı. O qanda xəşlis xəşləverdi. Köңlü unusa həmmini qədaylağı bilib berivəsin o özünün meyli. Eğer dadınız yeni bir qıtım öylənsə, sizler kelişken mülk taksimatında özgürüş buluşu mümkün. Nemələrni devatsız? Öylənsə? Həmmə adamın ağızda şu gəp. Həras, xalqlar dadınızını sizlərnikiga daim baradığan yaş bir çokanı almaq ikən deydi. O ayolның ismi Carmen. Baldıraqdısınız bomamdı Cenab-ı məsləhətçi. Rast şundaq bob qalsa həmmə iş özgürdü. O xotun dadamның dünyasını pak şulup aladı. O ketiyotqan İbtiva qo'rqidagi yilqi ağlaqchining dediga emasmi? Şomikin tam fasulyanmadım. Leoner, astaraq boshqalar to'yib qolmasin. Kirganini biroz ko'rib qolmagandu. Bek ehtiyot bilan kirdim, hech kim ko'rmadi. Qani, o'ta. Bu Tobias Begzodining xati. Tobiasning? Ha, u ko'rib bo'lib ko'ydirvasin, boshqa xalqning qo'liga tushib qolmasin deydi. Men ishni taqoytay. Nima xat ep keldin qizcha? Malikaga nomi ep kelgansa toyliq. Xatnaka. Uyimdan darrov chiqib ketdi. Nima? Bu uyga usib kirishga huquqing yo'q. Fransisko bilan Begzodini oldiga berib deb baqaylichi qani. Mening shunday huquqim bormi yo'qmikin? Shu topda menga ovoq xat kerak. Meni chaqchaq qilayotganim yo'q. Hech qanday xat yo'q. Oramzodlik qilma. Uyimdan chiqib ket. Rita! 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 Voy ne iş oldu? Boz, Fransiskini chaqirib kel. Saat ne iş oldu? Sen de birime. Digine. Xatning ustidan tushdim. Nerede xat bor? Gel xatni. Voy nerede xat bor deb. Roza kelmaymi? Meni qo'yib, chiqib ket Roza. Bu sharmanda paskina. Bu tapşak. Meni qo'yib deyman. Sana o'zini qil Roza. Erimas paskina. Ket qo'yib. Bizga ish meni qo'yib. Bu yerda zori nima ish bo'ldi? Nima jidal bu? Ma'un nomusiz. İzoraga muhabbetname ketdi. Bu nima gap İzora? Men bilmayman. Roza kirib vaqirab chaqirib ketdi. Behnimiz qilmaydi ekan. Avxat niye verdi ana? Bu zodi nima gap? Ma'un nomusiz sharmanda. İbtiva qo'rqidi kelgan. İzoraga bir parcha xat berib yetibgan. Naq ustidan tushdim. Buning gapi rostmi? Sen ibdivoliq dedakmi?
Ne işimni uqmayman hocam. Men izorada pranglashib o'ltasam, bu kiribla. Bu mening do'stim meni yo'qlab ketdikan. Pranglashib o'ltasak Roza kirdi. Birdamda bir mencha yog'anni to'qidi. Yog'an! Bu xatni yavatdi. Dirab turaligidek bir bana tapalıgan bo'lsam, nima qilib dadingizni qo'riqqa qaytirib kelatdim. Banani o tapımız desek tapalaymiz. Kechiring. Şuamete. Shundoq Begzode. Biyap bo'lmasa, sirtqi bir chiqqan bo'lsangiz. Kechiring, janobi maslahatchi. Zodi kimning gapi rostligini ayrishmi tas? Bu xatni yavatdi. Xatni endi uning qornidan elib olalaytdingmi? Rostli hech qanday xat yo'q, Lensiyo Begzod. Bo'ldi, ham talashqandan foydasi yo'q. Biroq men boshqa qo'riqdagi qullarning bu yerga kelishini xohlamayman. Endi ketib ol. Ikkinchi bu yerga kelchoma. Xo'p, janob. Fransisko, obdaroq ko'z quloq bo'lib yur. Boshqa qo'riqning qullari kelyapti bilib tur. Xo'p. Leonsiyo Begzode. Hamma chiqib ketish. Sen to'xtab tur. Men bilaman, Rozaning degini rost. Biroq hozircha bu gapni qo'yib turayli. Sana deb qo'yay. Endi biz seni texmi ching tutamiz. Sen o'z o'rningni aman bir kuni bilib qolasan. Yaxshisi kompostdan bir necha odam yollab kelib qorovullikni kuchaytirish kerak. Xo'p, Begzode. Rozaning gapi yolg'on emas. Yeliq ablah yana izora bilan aloqalashidi. Qattiqroq tur. Sirtdagi qullarning bu yerga kelishiga yo'l qo'yma. Bu ishni menga topshiring. Leonsiyo davolanib etibdi. Kesili ancha eg'irmi emas. Biroq ishoncham komilki siz borsangiz, o jazman xo'shal bo'ladi. Sizlar ko'rishmagilimi bir necha oy bo'ldi bo'g'ay. So'zingiz bek o'rinliq. Bu gapcha siz qo'riqqa borsiz-ku. Boraman. Janobi maslahatchi, shu fursatni payinib oladigan ayolimni Leonsiyo bilan Malvinaga tanishtirib qo'yaman. Bu yerda nima qilyapsiz? Mening qo'riqda aylanib yurishimni cheklash buyrug'i tex tushmadi. Tamoq chiqiyver. Yanvar ariya chaqirg'ilna vaq. Ajab sen chiqmabsan. Qo'sig'im oshmadi. Men sal turib chiqaman. Xo'jayin meni meshaga buyursa, seningcha men boshqa qullar bilan ishlayolmasmanmi? Xo'psanlik qilma. Qilib yurguningning hammasi yana malikada kun ko'raverish uchun-ku. Men texi Ester xonim o'lgandan keyin seni o'z joyini topamikin deb ekan. Lekin sen Malvina xonimga xushamat qil. Yana atvolik bo'lib olding. Men hech kimga xushamat qilmadim. Xushamat qildim. Nima ish menga o'shlik qilsan? Sana o'shlik qilmadim. Sening buncha ola imtiyozlik bo'lib olishingni xohlamayman. Shu. Men sana yomonlik qilmagan. To'lmagan berlik qilma.
Eylik xatni axtırıp tepip nimimi qilasan? Nimimi payt tapasan, Roza? Çavağını çıtqıyayım. Menin tapıdığım paydam şu. Hamını bir günü sen mi başka kullar bilen meşede baş küteme işleysen. İkin zarlıqda piş aptapta şike kumcu oriysen. Solaqt yatsan. Sanğı oxşaş kazzaptan əsli bardığa yer şu. Həcəbmi köngli qar ekansan, Roza? Hamını bir gün puşaymay yap qalasın. Puşaymay yesem, heylik şermendinin uçay bağrını suğurvamığını puşaymay yeme. Əgər neytin rastlı meni jığılıtıb nəp eliş bolsa, senin qandaq adamligini bilib qoydum. Heylik xatını sana kim yazgan? Əgər sən mən bolsan dep berəmsin. Bunu eniqliyə alayım. Senin bu yerde yayrap yürüyüdüğün küllerin azlı kaldı. Çokum az kaldı. Kızcağlarınızga oyun tamaşalarınızı seyğindiniz mı? Rast gepni qısam Alba xanım, o çağdık oyun tamaşlarım çağlıqdı. Sırtıq köp çıxmaydım. Paytaxtdaki turmuşumu hazırqidakliді. Bu yerdə mənə köp əmək tepildi. Kitap oquyman, jığni chiqib qoyman. Bəzida izoraq pianino çağızıman. İzora bizge bir pədi piyanino çilib bəs bolmasmı? Rastlı anlığınız barmı? Vay pek anlığım var. Hazırla onu çağırtıp girey. Keçirin. Zalga kirib pianino çepəgin. Hatta çap salaman cumu. Onu u yerdən əp çıxıb ketişki mening amalim var. Sen? Mən çoxum amal qıla alayım. İzora! Malvina xanım seni saxlab qaldı. Çaqqan bolmamsan. Mana hazır. Bu da. Bağın. Qani, nədə? Darvoza tüyüdə. Əcəb qo'rqib ketdim. Diyan bilan jinkasini tepib kel, men qarab baqay. Neyim degan xatarlik. Santa bak qo'rqib ketgan o'xshaydi. Ag'in izora, tez. İmkan bor degan javobini eslat. Mishadi ko'gning rost aniqmi? Aniq Begzada. Kiyimlar qandaqki? Kiyimleri odatdagidek siznikiga o'xshaydi. Uning nari qarab o'g'rirdaysan. U meni ko'ribla daraxt kayniga o'tib oldi. Hay, siz oyoq qarab baqinglar. Sen ibdivo qo'rqining xo'jayini, Dobiyasini tanamsan. Men uni bir qatim ko'rgan. Seningcha ash shumidi? Yo'q, bu uningdan semizga. Men sendan so'ragan gapni hech kimga tinma. Xo'p, Begzada. Ma ketdi. Bir ishni o'ylayaptim. Nima ishni? Nima ish qiladigan yordam so'ramaysa? O Dobiyas ishqonlarning ishini o'qisa, sizlarga ancha-muncha ish qilib beradi. Nima qilib bera? Buni bilmayman. Herhalde deb baxmamsa. Foydasi yo'q Santa. Agar bu ishni dadam o'qsa, dad ustiga dad bo'ladi. U yordam beramaydi. Dobiyas bilan bosh qo'sha olishimiz mumkin emas. Eng yaxshisi bir-birimizni unutib ketganimiz tuzuk. Xating shundoq deb yozdingmi?
Biroq Ezura o'zini suydigan tursa, Sen bu xatni Tayis xonimga topshirib bera olasanmi? sen uni yaxshi ko'ramsan. So'ramasan da. Ma'qul, men berib qo'yay. U qaysi kuni kela? Hozircha aniq xabar yo'q Alba xonim. Dadam bir hafta ichida biz bilan birga bo'lib qoladi degan umiddaman. Rahmat. Yaxshiroq ekan, Portugaliyingni. O kuni men sana oyun ko'rgandimmi bakrak? Qiziqarli bir ishni qilishni istamaganman. O'yin ko'rgandimi bekra qizqarliq nemishdi u? Graf Almidaning xonim bo'lish uchun. Nima? Carmen, biz bir-birimizni obdan tushunishimiz. Bizning bosh qo'shishimizga hech bir to'sqinlik yo'q. Bu gapcha. Men mishad yashaymanmi? Albatta. Xo'jayin bo'lamanmi? Qo'llaga bo'yroq tushirmanmi? Xuddi shundoq. Jinim, menma? Suyimligim. Amrığım. Endi men siz bilan birga o'tadigan bo'ldim. Men sizni To'y kunini tezroq bekitib o'taylik. Bu yüzük aslida Ester'ninki. Buni endi sen taqar. Muhabbetimizin nişanısı olsun. Dadınız xetida nima debdi? Bir necha kungacha boraman debdi. Əmisi, nima ish qilgan qilib ketisiz? O'zingiz kelishini kutayotgan-ku. U yolg'iz kelmaydi-ki. Shundaqmi? Ha. Mana, o'zingiz o'qing. Xetida bir ayol bilan birga boraman debdi. Ayol bilan u sizning tutingan anangiz Adanida xonimdi balkim. Bu aniqlan turmamdi. Bir xotinni boshlab kelmaydi ekan. Shundaqmi? Albatta, chataq yo'q. Shundaq bo'lsa-mu, ularni kutib olmasak bo'lmas. Uni yomon ayol deb kim ayta oladi? Shaharliklar degan og'zi balo haq. Ehtimol dadamning haqning gapiga ishinib ketgandi. Lekin shuningga ishonsangiz bo'ladi, Malvina. Dadam ras oljibdi. Nima bo'lsin, men o xotinni bo'sig'imizga dasatmayman. Bir ishga yordam qilgina Tayis. Qani, qo'limdan kesla. Sizlarni Leonsiyo bilan Malvina qizg'in kutganda qiladi-ku. Ular taz qizg'in kutdi. Buningda gap yo'q. Bu gapcha yana bo'lsanglar ular qarshi oldi ekanda. Albatta. Ish bormidi? Mening bir xiyolim, bir planim bor-di. Planim bordi? Agar sen yordam qila olasang, men Izora bilan ko'rishalaydim Tayis. Uning bilan ko'rishmoqchimidda? Lekin sen yordam berishing kerak. Xotirjam bo'l, Dobiyas. Men yordam qilaman. Undaqda men Izora bilan ko'rishalayman. Biz mangayli. Esingda tutib olgansa? Tutib oldim-ku deyman. Hargiz unutqanma. Oldi bilan o'zingni salobatlik tut. Xalqlar esilzodlarning yurish-turishi salobatlik bo'ldi deydi. Salobatni xil qilmashtirman. Biroq xalqning nazarida esilzodadek ko'rinishim. Gapdan mushadi. Tabiiy salobatlik ko'rinishing kerak. Biz xilmashib qilgan-ku, Carmen. Endi asqatadigan bo'ldi. Qani qilib boqay. Biroq senmi duo qilg'ashdi. Xotirjam bo'l. Xonim, sizning xatingiz. Rahmat.
Kimden kepti? Taistin kepti. O haqiyani yaqinchilik qilib turgan xushmamdi. Meni tushib tamoqchilabdi. Andin hammamiz birga sayli qildik ekanmiz. Bağınız barmı? Siz qo'shilsangizlar borsammikin deyman. Basınızga mayli, ish qilib appoq-chapoq ketman. Siz mu mendek sayliga amroq ekansiz. Ha, saylining bek ko'ngillik bo'lganligini yaqinda uqdim. Poytaxtda odamjiq, sayligahlam yo'q. Bu yerda nurg'un narsalarni bilib oldim. Izora menga har xil gulgiyalarni deb berdi. Nimishqona akamdingiz? Izora kayg'ulanmadi. Bir yerga bilib bag'il ko'nmaydigan bek tatinchoq. Men qo'rqinlarga borganda uni biz bilan birga aylanishga ko'ndirim. Men Izoraga bek amroq. Siz uni faqat past ko'rmaydigansiz. Nazaringiz bek kanjimi sizning? Bu gapcha men qo'rqinlarga borganda uni sayliga birga chiqadi ekansizda. Albatta, xushallik bilan aytib chiqaman. Bu yer nim degan go'zal. Bu tabiatning toza payzini surdigan joy. Jiring. Yo'l chiqdi aka. İşler to'g'rilandi. Xudoga shukri. İş to'g'rilandi. Payshanba kuni yana boradigan bo'ldim. O vaqtni bekita emasmikin deb pek ansirib edim. Endi ko'ngling orom topganda vaqtim bekitilibdi-ku. Eng muhim gapni texi anglamading. Nimani? Men u yerga borganda birga aylanamiz. U men yana Izora. Qaltis cho'ptijimi Tais? Sen onun bilan ko'rishsan, Tobias. Bu mu sizin uyunuzma? Men bilan o'g'limning uyi. Nima degan cho'ng Almeyda? Shundaqla xeyli ozoda, sen yarab qoladigan umiddiman. Bu yoq mening o'g'lim, bu yoq kelinim, bu yoq Karmin bo'ladi. Xursandman. İntayin xursandman. Hujurni rastlab qo'ydik. Xonim yeshil hujurda tursin. Graf janoblari nil ranglikda. Yeshilda? Siz bek topqoq ekansiz. Men bu rangni bek yaxshi ko'raman. Yurak Karmin, o yerini ko'rsatib qo'yay. Men chiqay. Bu ayolning qo'lidagi opamning uziga. Aniq ko'rdingizmi? Leonsiyo, aldirab hukm qilyapman. Ras, opamninki. Aniq shu. Tushlik tomoqdan keyin bu yer o'zanga qoladi. Soat 2da manaman. Kechda qaytib kelaman. Xo'p, Begzoda. Qani so'rab boqaychi aka. Nechida uydan chiqsa? 2da. Dal soat 2:30da kelishgan joyda saqlayman. Evkalpit tarixning tubida. Qaynasimi? Qinimiz qo'shilmag'idak. Nima degan chakini xutun u? Kiyinishidan nima deb chiqib turmamdi. Aldirab hukm qilmaydigan bo'lgandingiz-ku. Yana nimani o'xshatdik? Dadingizning nima xiyoli borligini-chi? Haqiqatan shu. Biz paraz qilgandaklar. Bugun Taisni tushlik tamoqchilab qo'yib ekanman. Ondan uning bilan birga aylanmoqchidik, lekin dadingiz kelib qoldi. Ularni tashlab qo'yib qandaqmi chiqaman? Chiqavermamsiz. Berib o'z mehmoningizni kutavering. Sizni ash xotinni kutishga qo'yib qo'yatdimmi? Bu yerda ko'rinib qolmagansiz? Bu yerda ko'rinib qolmagansiz? Yo'qay, rahmat. Sizga bir narsa kerakmi? Yo'q. Siz tez kirib keting. Malvinaga hamroh bo'ling. U sizga bek amroqdek qiladi. Kirib keting? Qizchaq, sizni boshqa birisimikin deb qopdiman. Siz kim bo'lasiz? Men mushu oilaning quli, ismim Izora. Sen dedekma? Qulma?
Aylanıp kilaylıcı Malvina. Biz şundaq kelişkendik o, esingizde. Elbette esimde. Siz men sayliga dep chaqirgan. Biroq mening yana bir ishim bor. Nemish? Izora hanımı billa açıqimiz degandingiz go. Elbette. Men onu chaqiray. Izora, dağlığı chiqsang beshing saqayib qoladi. Jure, bir so'rsa, xizmatida bo'lish uchun billa chiqdim desin. Qani biz mangayli. Juring. Meyhandan çıkmaydıgan. Bundaq ayollarni men jiq ko'rgan. Siz ashundaq tarbiya ko'rmagan tegining tayini yo'q. Nädik bir xotini boshlab kelmasligingiz kerakdi. Men iqrar, Carmen atrofda tarbiya ko'rmagan. Isli oiladan emas. Faqat odatdagi bir ayol. Lekin uning yaxshi taraflari oz emas, fazilati yaxshi. Sen uni texi tushunib ketmading. Yana qanchalik tushunmoqchidim. Uni poytaxtda tushunganlarim sizningcha ozmi? Men sizga ichinayapman dada. Menga mundaq gap qilish hadding emas, Leoncio. Meni hurmatishing kerak. Mushundaq bir xotini o'yga boshlab kelgan tursangiz, men sizni qanday hurmatlayman? Bo'ldi gap qilmay, Leoncio. Sana zodi gap uqtirg'ili bo'lmagadek. Endi talashmayman. Sana qarorımni uqtirib qo'yay. Uni men bu yerga sen bilan Malvinani tanishtirib qo'yay deb kelgan. Chunki men uni amrimga olmoqchi. Nima? Men xato anlamagandim. Yo'q, sen to'g'ri anglayapsan. Men uning bilan to'y qilmoqchi. Sen Carmen'ning tehdididan, uning ko'rgan tarbiyasini emas, rostini aytganda, mening o'ylanishimdan ansirayapsan, Leoncio. Mening yana o'ylik bo'lib, oxirgi umrimni baxtli o'tkazishimni xohlamaysan. Buning uchun ichingdagini malla davatay. Ko'zlayotganing shaxsiy manfaat. Chunki sen pulga to'ymaysan. Navoda men o'lib ketsam, boylik ishkiga bo'linib ketamikin deb ansiraysan. Mening unda xiyolim yo'q dedi. Agar boshqa birsini desangiz, yengboshdan o'ylanishim mumkin. Meni deb boshqa turishingning hojati yo'q, Leoncio. Men sendan fikr so'rayotganim yo'q. Men uning bilan to'y qilman deb o'taman. Siz uning bilan to'y qila olmaysiz. Qanamni qarab tur. Men to'y qilam demay yo'qmi? Men bir parcha qonuniy isbot tepib sizni saran qatoriga chiqarib yetaman. Menimcha hojatsiz, Leoncio. Sana keragi pul. Bo'ldi, pulning hammasi sening bo'lsin. Men poytaxtga beribla guvohning birini tepib, hamma mulkni sening nomingga yo'tkitib qo'yaman. Qolgan umrimga hech qancha pul ketmas. Carmenga shu. Hammasi sening nomingda bo'ladi. Qo'ruq, qulla, poytaxtdagi ko'chmas mulklarmi sening. Manga o'zim o'tirayotgan uy bosli bo'ldi. To'ydan keyinmi aşağıda o'tiraveraman. Lekin sana bir ishni aytib qo'yay. Bundan keyin hargiz meni izlab kelguchi bo'lma. Seni ko'rar ko'zim yo'q. Ömrüm bo'yi seni ko'may o'tib ketay. Yur ketayli. Nimancha aldiraymiz Almeyda. Buni keyin deb beraman.
Munda qılmang, bilisiz go men bek ensiz. Birer işni hata qıldım ya. Yo'q, sen emas, o'g'lim xato qildi. Nima? Sen keyin deb bermang, Karmen. Darhol chamdallarimizni yig'ishtirib, poytaxtga tezroq ketib olayli. Tez bo'l. Bu atrofmi chiroyli ki? Oy, nima bo'ldi? Qayerga? Tutdim. Ağrıvatamdı. Amcığı emas. Malvina. Endi seyliqlamaydigan o'xshaymi? Hech yo'q. Butun saqiydi qasa. Men qo'rqib berib bir payton deb kelay bo'lmasa tayis qinim. Bu shunday qil. Malvina, yinimda bo'lasizmi? Albatta. Av yaqin yo'l bilan bag'in. Bu atrof menga bek tanish. Bu chiqir yo'l bilan bossang qo'rqib bag'li bo'ldi. Ma'qul amsa. Hozirda kelaman. İzora. Siz bilen sözleşmek istedim. So'nglingiz chiqilib tushdi, men olmayotdi. Men qo'rqib payton ag'ilib ketyapman. U bek qiynalib ketyapti. Xayr. 90 İzora. Tayis'in şıkkılığını yalgan. Biz ete şundak orlaştırgan. Bizni görüştürüş için şundak kılgan. Branca, gandola de renda caindo na anca, embalando o berço do filho do senhor, que há pouco tempo assim a ganhou. Pele encarquilhada, carapinha branca, gandola de renda caindo na anca, embalando o berço do filho do senhor, que há pouco tempo assim a ganhou.